Assalomu alaykum. Sizlar bilan Mirkamol va siz MacBro kanaldasiz. Bugun esa bizda Samsung Galaxy A56 sharhi. Bugun ushbu modelning kuchli tomonlarini va aynan kimlar uchun mos kelishini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib ekrandan boshlaymiz. Bu modelning eng asosiy afzalliklaridan biridir. Galaxy A56 da 600 zoomli Super AMOLED displey o'rnatilgan. Tasvir juda yorqin, ranglar tabiiy va ko'zga yoqimlidir. Endi dizayni va qo'lda tutish qulayligiga o'tamiz. Smartfon zamonaviy va ixcham ko'rinishga ega. Dizayn minimalistik, ortiqcha detallarsiz. Qo'lda sirpanmaydi. Endi kameralar haqida gapirsak. Asosiy kamera 50 megapiksellik keng burchakli modulga ega. Uni 12 megapiksellik ultra keng kamera va 5 megapikselli makro kamera to'ldiradi. Kundalik suratga olish uchun bu juda yaxshi to'plam. Ranglar yaxshi, detalizatsiya yetarlicha. Kunduzgi va sun'iy yoritishda ham suratlar tiniq chiqadi. Frontal kamera esa 12 megapiksel. Selfie va video qo'ng'iroqlar uchun a'lo variant. Endi unumdorlik va batareyaga o'tamiz. 5000 mAh sig'imli batareya smartfonga 29 soatgacha ishlash imkonini beradi. Faol foydalanishda ham bir kunga bemalol yetadi. 45 wattlik tezkor quvvatlash esa zaryadni tezda to'ldirishga yordam beradi. 8 yadroli protsessor, yaxshilangan sovutish tizimi va 256 GB gacha xotira tufayli smartfon barqaror ishlaydi. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, Samsung Galaxy A56 katta va sifatli ekran, ishonchli kamera, kuchli avtonomlik va zamonaviy funksiyalarga ega hamyonbop smartfondir. MacBro showroomlarida Samsung Galaxy A56 smartfonni zaytun rang, pushti, grafit va yorqin kulrang ranglarida taqdim etilgan. Xo'sh, agar sharhimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.